Qani endi bu video bolasini qo'liga telefonni mah deb tutqizib qo'yayotgan hamma ota-onalarga e'tiborsi. Hamma aytadigan gapni aytmoqchi emasman. Sotilayotgan kasalliklar kitobini o'qiyapman, osh qilib o'tirib, qarang, diqqat yetishmovchiligi, bitta videoni to'liq metrajli multfilmni boshdan oxirigacha ko'ra olmaslik, tez-tez o'tkazib yuborish, o'zingiz ham bitta ishda sabr qilib o'tira olmasligingiz, bolangiz savol bermay qo'yayotgani, muloqotdan uzilib qolayotgani kelajakda ularni va sizni ham farm kompaniyalarining o'ljasiga aylantiradi. Azizlarim, diqqatli bo'ling. Amerika Qo'shma Shtatlarida 1996-yilda diqqat yetishmovchiligini davolaymiz bolalarda deb dori ishlab chiqaradigan farm kompaniya yillik daromadini $10 million deb ko'rsatdi. Bu ko'rsatkich 5-6 yil o'tgandan keyin $520 million ga oshdi. O'lja kim? Diqqat yetishmovchiligidan aziyat chekyapman degan odamlar, bolalar. 40% savdo ulushi aynan shu dori-darmonlar, amfetaminlar savdosiga to'g'ri keladi. Bugun bolangiz bilan muloqotni uzib qo'yib, tinch o'tirsa bo'ldi deb telefon bersangiz, u bolangiz 1 minutlik videolarni ham arang ko'rsa, siz ham bu videoni o'tkazib yuborgingiz kelib turgan bo'lsa, demak kelajakda sizga katta ehtimolda diqqat yetishmovchiligidan aziyat chekyapsiz degan gap aytiladi va dori-darmon ichib yashashga majbur bo'lasiz. Sotilayotgan kasalliklar kitobini audio holatda Telegram kanalimga tashlab boryapman. Xulosalarimni kirib ko'rib tanishing. Diqqat yetishmovchiligi qachon boshlanadi degan savolga javoblar oling. Qadringiz va qaddingiz baland bo'lsin.